Xurshid Do'stmuhammad zamonaviy o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri. 1951-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Xurshid Do'stmuhammad adabiyotga chuqur ma'no, ruhiy tahlil va falsafiy qarash olib kirgan yozuvchi sifatida tanilgan. Uning asarlarida inson qalbi, hayot mazmuni, adolat va vijdon masalalari markaziy o'rinni egallaydi. Yozuvchining Bozor, 100 yillik qotillik, Yolg'izimsiz, Izhor, Hijronim mingdir mening kabi asarlari o'quvchini chuqur o'ylashga, hayotga boshqacha nigoh bilan qarashga undaydi. Xurshid Do'stmuhammad faqat yozuvchi emas, balki mohir tarjimon va jurnalist ham bo'lgan. U jahon adabiyotining mashhur asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilib, milliy madaniyatimiz rivojiga katta hissa qo'shgan. Bugungi kunda ham uning ijodi yoshlar uchun hayotiy saboq va ma'naviy boylik hamda tafakkur maktabi bo'lib xizmat qilmoqda. Xurshid Do'stmuhammad qalamiga mansub bo'lgan Dardingni olay, Hijronim mingdir mening hamda Yolg'izimsiz deb nomlangan asarlari kutubxonamizda mavjud. Aziz kitobxonlar, ushbu asarlar sizda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Yangiyo'l shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring va ijod mahsulidan bahramand bo'ling.